Dugonashga olsanmi? Dugonasi ham. Men sening dugonang tayyorlab aytdim olib kelgin deb. Yo'q, kattalar yo'q. Qamillaring tez, davay. Qaysi qiz, Adnodiy, Madiy bor. Voy, Madish badamzazgami? Bortini bera olmaganmisan? Yaniki itdek cho'qingan endi kechirib yubordim degan. Agar dugonasi yoqmasa ketib boraman. Yo'q, Radnoy, men sen yomon ravo ko'rmayman. Men buni qurbaqaga qo'ydim, bor, batareyam ishiryapti, yopilyapti kirishkasi. Zachka yo'q. Yo'q. Nozlabalam alang olib mayda qadam bosib yurib kelar go'zal pari go'zallikka to'lib toshib. Ana opalar ham keldi. Anti sonsa bo'yotibdi. Assalomu alaykum shohka. Va alaykum assalom. Hadi yaxshimisan? Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'rtog'im Guli. O'rtog'im Sherzod erkalab Sherdi siz ham bo'ladi Nobodoga. Qo'ysinchi. Ketdimi? Jahl qilma. Jag'ingni yoramoz, yuronneyini sana. So'kme. Anteni ignat qilyapti. Mani kam tashlab yuryapti. Nima telefon bo'lsin? Qaysi kinoga bilet qilib bering? Qaysi kinoni ko'ramiz? Farqi yo'q, o'zingizlar tanlayveringlar. Og'ayning yaqin bo'ladigan seansni olma. Nechta bo'ladi 4 biletga? 7000 dan. Kim zasegrechilidan ko'ra, ha? Qizlaringiz bo'lsa kerak-da. Bizanikilar ochib qoladi-ya. Hadi edi, og'aynim haqida noto'g'ri gumonlay bormasin. Bering, doda bering. Lekin o'rtoq, mas kelgan yildan ichkilikni kamaytirishimiz kerak. Natto'ri. Nega? Chunki ichkilik miya faoliyatini sustlashtirar ekan. Birinchi tupoy bo'lib qolar ekansan. Dunduk. O'rta. Ancha ishita qiladilar, qarab ko'ring. Qara. Ichkilikni kamaytirishimiz kerak o'rtoq. Jinni bo'lib qolamiz bu kerak. Ancha bola o'ynashibdi. Hammani gapimni eshitmasdan ketib qoldingiz. O'rtoq, men sen gapingni eshitdim. Nima dedi? Agar ichsang, ko'p ichsang. Dunduk to'poy bo'lib qolar ekan. Oh, eshitdim. Ishita qiladimi yana? O'tirib o'zim qarayman. Qara. Ya, Ko'p ichamizmi, kabinsamizmi? Yo'q. kimdir o'yin qilibdi lekin bor. Lekin kimligini tutib olsam bori? Yomon qilaman. Voy alkashlar. Keldi. Men sizlarga nima degandim? Ichkilikni yig'ishtirlaring. Mana men yig'ishtirdim. To'poy bo'lib qolasizlar o'shanlaring. Dum-dum bo'lib qolasizlar. O'rta. Eshik taqilladi. Qaravot. Kim? Hech kim yo'q-ku. Mana o'sha to'poy bo'lib bo'ldinglar. Dum-dum. Bilat kim bezada qilyapti? Мы все дальше живем, курим и пьем, девок балуем. Gapirmachim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, yoningda kim? Birador najim, o'ninchi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketaman lek nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni kayfda topganim. Astalar sekin, povutga berdim. Sonsa desa sonsa, gumalar ham berdim. Bu qo'shiqni yozdim, Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Aqomadi desam azgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Uni beraymi senga? Bitta beraymi? Men pichani beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichani men bilan qoladi. Mana shu sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay paka. Shohaka. Gapirmachim. Men qizil bayroqman. Adam meni urushiga qarshiman. Bo'ldi, men urmayman zambachim. Mana hamsa uradi, hamsa soling. Bo'ldi, tamom. Men yashil bayroqman. Men faqat hamsa zambachasini uraman, ke.
Vallahi hammaga salom, sizlar bilan Zokir jala. Tushunmadim, nima bo'lyapti jala? Men mana ham sen gurdiryapsiz. Siz nima qo'lingiz qisganmi? Men tushunmadim jala. Bu yutmusha qilib tukamsiz. Yana bitta urayman ki. Uringan o'ziga qaytsin. Endi o'ziga kelganda? Ha, keladi. Assalomu alaykum O'zbekiston, yaqinlarim, birodarlarim. Men noldan ko'tarilganman. Nima qildingiz buni? Saturn bo'yligi bu. Bilmayman. Men noldan ko'tarilgan. Hay bacham. Jang beringlar menga. Jangariman men. Endi bo'lgandir. Я импортный бомж тохрака. Yemi? Enana fot me, enana fa. Ftüm, dance. Eşkimi kalbimde bilmezdim garibeyler felek. Her ne Yana urayman sen. Yo, bu safar o'zim urayapman. Mani bacham-ku. Balkim to'g'rilanar. Ha, sinab ko'ring, davay. Kelgan bacham. Ada nima bo'ldi hozir? Ana, qaytdi sochidan aylanay. Ha, stilist bo'lsa ham o'zimiz kelar. Yaxshi. Kel bacham. Lá e fazendo sizga degan zakonni kelin olib kelin. Yo, bana babam rodgan bit qo'y. Har sana ang'ing, fahm farosating o'ssin deb seni shaharga o'qishga yubordim. Seni boshqa joying o'sib ketibdi deyman, ha? Qizlarni hitraykon bo'libsan uyga. Sochim o'sganda qaray, yangi plyuchoska, garatskoy. Sigareta oling. Sigaretam chekasizmi? Yo'q, bu yoq chekala. Men o'zim beraman bu yoqdan. Og'izda oching, to'y, og'izda oching. Dadaxon deb kelinizdan meni qidirayvermang. Xo'sh, Plyuslar ham borda. masalan, Ikkita bachasi bor, sразу navilarga bo'lasdan. Abratula bacham, navirasi borini topmabsiz-da, sразу averalik bo'laydim. Voy, Dani, babrikalangiz boshqacha ishlaydi-da. Onasi bilan bir gaplashaymi? Xullas menga nozik kelin kerak emas. Menga shu jigarni qo'yib o'laykom bir jaydari zakonni kelin kerak. Ana shu yoqdan. Aniqmi? Aniq. Mana bu bel mana. Bir mahoratingizni ko'raylik qani. Davay, qo'paring. Dada haydaymi? Yo'q, shoshma uyna bo'lsin. Keyin haydaymiz. Maktab payti ham e'tiborsiz edingiz bolangizga. Ota-onalar majlisiga umuman kelmassiz. O'zi 5-sinfda boshqa maktabga o'tkazib bo'larki. Shu ishlar ham bo'lmasdi. Mayli, bo'lar ish bo'pti Umidaxon. Kechira qoling endi. O'g'lingiz kechiradigan ish qilmadi, Nargiz opa. Ey, oyijon bo'ladi-ya. Ana, ko'ryapsizmi? Kattalar gaplashganda aralashmaydi, xo'pmi? Mayli, temani yopa qolinglar, kelin. Faqat bitta shart bilan. Tushuntirish xati. Kimni nomiga edi? Umida Anvarovna. Kelar, biz yoshimiz shartmi? To'g'ri yoshni bilmayman. Men bu tushunib yozmayapti. Hamma markerda yozyapman. Turinglar, boshqa qog'oz bilan ruchka olib kelinglar. Qatta olib keladi. Qatta bilaman. Men borib olib kelaymi? Ha? Yoki o'rninglarga yozib beraymi? O'sha uylan yig'ishtirayotgansiz. Oyjon etdilar. Cho'rimasman. Ovqatlanyapman qilsam, siz nima ish qilasiz? Voy, siz tili chiqib qoptimi? Kichkina bo'lganingizdek qilasiz-ku? Qilmayman. Qilasan! Ey, kene o'zingizni bosib oling. Sekinroq gaplashur. Undan agar o'qituvchingizga ayting, ovozini o'chirsin. Между прочим, mash xotin. Xotin? Yo, mash qiz. Seni o'qituvching bo'lgan, yozishni o'rgatgan. O'rgatgan bo'lsa oyligini olgan. Meni xotinim hech qanaqa ish qilmaydi. Meni ham xotinim qilmaydi. Qiladi. Qo'ling yana. O'zingizdan qilasan, tushundingmi? Ey, to'xtalaring. Sizlarning ota-onalar hali o'lmagan. Mashku kelishini bilardim. Shuni bilib, Xonsaroydan uyoq qo'yganman. Akang chiqadi shu yoqqa. Nega akasi ukasi chiqadi? Kattayu abdeni yashursin. Ukasi chiqadi dedim, ukasi chiqadi. Akang chiqib ketadi, bo'ldi. Tushunmadim. Aytganimni qilyapsizmi? Ey, u ishxonada direktorim bo'lgansan. Hozir uyda men direktorman. O'sha uyni ham men ishxonamni puliga olgansiz. Agar men qo'l qo'ymasam, hech kim hech qayerga chiqmaydi. Tushundingizmi? Dropping like the narco. Got dope like Pablo.
Paco.